faqat qimmat mashinalarni qo'yyapsiz deganlar uchun bugun sizlarga hamyonbop oilaviy chotki mashina tayyorlab qo'yganman. Toyota Bayzi 3X bo'ladi. To'liq elektri 630 km bosib o'tadi. Hozirgi kunda anig'ini aytadigan bo'lsam 530 ta bemalol yurib beryapti. Oilam katta, bolalarim bilan kichkina mashinaga sig'mayapman degan bo'lsangiz, menga shu Toyotani bosib olsangiz bo'ladi. Jigga saloni qop-qora, takoy elegantni. Siznlari polni elektr paket 3-pozitsiyasi. Bundan keyin full paketi ham bor ekan, 4-pozitsiyasi. Panorama lyuki bo'lar ekan. Mashina bosib olsangiz bo'ladi. Hamma komfortlari bor. Oilangiz orqada o'tirganda maza qilib o'tirib ketadi. Ota-onangiz yoki bolalaringiz yoki ayolingiz ham tiqilib qolmaydi. Tizzamdan sidenigacha ancha katta joy bor. Sideni ancha oldinda. Oyoq tiqilib qolmaydi. Bolalar maza qilib o'ynab kulib ketaveradi. Jigga narxi vobshim asal. Bu avtomobilni 25.900 ga narxini kelishib gaplashib qo'ydim. Mana sizga bagaj. Kattagina keng bagaj, eng qizig'i poliklari zavodskoy bo'ladi. Bonusga qo'shib beriladi. Men o'zim sevib qolganman bu mashinani. 360 gradus kameralari bor, liderlari bor. Hozir men sizlarga lideri qattaligini ko'rsataman. Ungacha sizlar kommentda yozib ketinglar. Sekretni qilib bamperiga mana shunaqa joyiga liderini joylashtirib qo'yishibdi. Endi sizlarga savol, yozinglar. 25.900 ga Toyota olgan bo'larmidingiz yoki BYD? Kommentlarda albatta kutaman. Bu videoni mashina olmoqchi bo'lgan yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying.